Abdukarim Mirzayev haqida qanday fikrdasiz? Ko'pchilik uni Xayrulla Hamidovni davomi sifatida ko'rdi boshida. Va shunaqa taqdir takrorlanmasligini tilashdi. Yaxshi fikrdaman. Menga asosiysi mayli endi rivoyatlar o'z yo'liga. Rivoyatlardan chiqariladigan xulosalar o'z yo'liga. Hamma o'zini qarashi bilan, o'zini darajasi bilan xulosalar beradi-yu, lekin haligi televizionshik deymiz-da biz. Televideniyadan chiqqan odamligi, haqiqiy rejissyor tabiati borligi seziladi. Ya'ni yo'nalish zo'r, yetkazish zo'r. Xalq bilan muloqotda turib yetkazilayotganligi uchun birdaniga xalq qabul qildi va buni ommalashib ketishiga asosan shu narsa sabab bo'ldi. Endi ovozga ham bo'lish mumkin emas. Ovoz endi menimcha dublyajdan chiqqan ovozda haqiqatan yoqimli.